Assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan birinchi kursim, mani kursimda sizlar bilan birinchi o'rganadigan narsalaring. To'smaslik o'rgatadigan narsam telefonni TDMR. Farqi yo'q, TDMR настройкасы klassik ham to'g'ri keladi. TDMR o'z настройкасы qanaqa bo'lishi kerak? Birinchi maslahat o'rgatadigan narsam. Bilaman ko'p kishi mani настройкамga qiziqadi. To'g'risini aytsam, o'zi mani настройка mana shu maslahat основной ko'rsatgan настройкамni o'zini men 400 mingdan sotganman. Maslahat ko'rsatmasdan oldin 400 mingdan просто основной настройка. Просто sizlar o'zlaringiz uchun tushuninglar. Toshda man sizlarga maqsad to'g'ri, hozir bu kursdan nechidir foiz pul ishlash maqsad. Atak, lekin sizlar bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Men shu o'zim opitimdan kelib chiqib, TDMRlarni ham kuchli qilish, TDMRlarni ko'paytirish. TDMga ham qiziqadigan odamlarni ko'paytirish. Chunki menga ham foydasi bor. Ikkinchidan TDM kuchaygani по-любому uchinchi tarafdan foydasi ko'proq turnirlar bo'ladi. Misol TDM emas yurmanga, UFC'da как UFC'da birga-bir bo'ladi, qiziq, по-любому любой kishiga. Kompetlardan ko'ra to'yishmanga lично TDM juda ham qiziq narsa. TDM kuchli deyman o'zi, turnirlar ham nimalar ham. Shuning uchun u narxini 100 ming qilganim to'g'risi zo'r. U menga to'g'ri men 100 ming qildim, lekin men sizlarga olayotgan videom narxi eng kami to'g'risini aytsam $300, $400 video, arziydigan video, to есть. Men sizlarga o'rgatadigan narsam endi 100 ming qildim, chunki pul $400, $300 ola olmaydigan bu kursda. Shuning uchun hammani pul yetsin deb 100 minggina, 100 ming so'm qilib qo'ydim arzongina. Tak boshladik. Xudo xolasa men sizlarga birinchi o'rgatadigan narsam to'g'ri telefonni to'g'ri настройка qilish. O'zi TDMR настройкасы qanaqa bo'lishi kerak? Основной настройкаdan boshlaymiz.